Pah Hint ayamlarımızdan yarışığı boğan qiyiqchining ichi sulqandaqda do'stlar. Jirak berib saqlayilib, oldimiz kelayotgan rozet uchun tayyorlik qilinglar. Salom do'stlar, Naqran ailamiz xush kelibsizlar. Bugun 24 soat darsimizni boshlab ketdik. Aşamgilarda do'stlarning huzuriga nimsimiz bugun? Bugun do'stlarning huzuriga qilib kelganimiz qiyiqchi. Buludan esa kerakli materiallarimizni ko'rib chiqaylik do'stlar. Bunun ketarli materiallar odat un 250 gram, shakar 10 gram, 3 tal tuxum, 10 gram suv mayi. Shular bilan tamomlaymiz. Xamirimiz mana shunday bo'lganda 10 minut tindirib olamiz. Mana endi xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Endi buni yoyimiz. Mana shunday nipizliqda ichib bo'lgandan keyin buni o'ttirdan 4 qatlab kessak bo'ldi. Shakar unni mush qiyiqchi pishgandan keyin mush issiq vaqtida yuziga bir qurchishib, insonlarga yeyishlik chiqdi. Buni tayyor qildik. Endi mana shu oilalarda sinab baqsanglar oddiy ham yeyishlik, ham dasturxonlarga yarashadigan may pishiriqlarimizdan biri. Qanday do'stlar, uygun oldinglarmi? Patarda rozet kelish oldi turadi. Hammanglarning uyda sinab beqishinglarni umid qilamiz. Xayr xo'sh.